minbarda britaniyalik qiz chiqib, o'zbek tilida chiroyli nutq so'zladi. Tinglaganingiz uchun rahmat. Sizga yaxshi kun tilayman. Thank you so much for listening. Britaniyalik talabalar o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgani hayratlantirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. I believe you're Yaxshimi? Nikolay Kontovas, right? Yes, I am. Oh, assalomu alaykum. Inglizcha gaplashaylikmi? Mayli, o'zbekcha gaplashamiz. O'zbekcha gaplashamiz. Hayron qoldim. Xush kelibsiz. Rahmat katta. Charchamadingizmi? Safaringiz yaxshi o'tdimi? Yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. O'zbekiston bilan bog'liq fondimiz nihoyatda boy. O'zbekistonning tarixi va madaniyati ham boy bo'lgani uchun bu tabiiy. Xudo xohlasa, kelajakda O'zbekistonning shon shuhrati yana ko'proq bilinadi. Mening eng katta orzuyim shu. Alisher Navoiyning kitobi, Mirzo Ulug'bekning kitobi shu Oksfordda arxivlarda turar ekan. Beruniyning kitobi, Ibn Sino, ularni mumkin ushlab ko'rishga deb ruxsat so'radim. Ushlab ko'rib, bilasizmi, ko'zimdan yosh oqib ketdi. Bu qanaqa baxt. So Ulug'bek's hands have touched this manuscript. So you touched right now. Yeah, you. That's fine. I give you permission. Nobody else has permission. Our Uzbek manuscript.